G'azo sektoriga qarshi genotsid urushi 600 kundan ortiq vaqtdan beri davom etmoqda. Bu urush na katta-yu kichikka va na qariyaga va na ayolga rahm qildi. 100 minglab uylar vayron qilindi. 10 minglab insonlar halok bo'ldi va yana 100 minglab insonlar jarohatlandi va G'azo sektorining butun aholisi ko'chishga majbur bo'ldi. Ha, G'azo sektorining barcha aholisi. Hozir ko'z oldingizda o'tirganim mana shu uyda shahidlar bo'ldi, yo'qotishlar bo'ldi. Ehtimol vayronalar ostida qolib ketganlar ham bo'lgan. Ularning ba'zisi tirik qolib, chodirlarga chiqib, joydan joyga ko'chib yurishibdi. Bugungi G'azoning holati nihoyatda og'ir va bu urush hali ham davom etmoqda. Ocharchilik ham hanuz davom etmoqda. Biroq masofa va zamonlarning uzoqligiga qaramasdan, Qirg'iziston Respublikasidan, Jalolobod va Suzoq shaharlarida yashovchi opa-singillar tomonidan umid nuri keldi. Ular zulmat ichida bir sham yoqishga qaror qilishdi va G'azo uchun 10 ming dollarga teng turli xil loyihalarni taqdim qilishdi. Ha, bu loyihalar G'azodagi fojia, azob-uqubatlar va ocharchilikka nisbatan kam ko'rinsa-da, lekin Qirg'izistondagi opa-singillar tomonidan berilgan ushbu fidokorlik G'azo ahli uchun juda buyuk narsa. Ular G'azo xalqini qo'llab-quvvatlashgani uchun tashakkur bildiramiz. Shuningdek, barcha musulmonlarni, ayniqsa qirg'iz va o'zbek birodarlarimizni G'azo xalqining yonida turishga va ularni qo'llab-quvvatlashga chaqiramiz. Ularga doim suyanchiq va yordamchi bo'ling. Qochqinlikdagi oilalar bombalangan uylarida yoki chodirlarida farzandlariga ichirish uchun bir tomchi toza suv topisha olmayotganini bilarmidingiz? Toza ichimlik suvi G'azoda kamyob bo'lib, unga faqat sotib olishga qurbi yetganlargina erisha oladi. Shuning uchun bugun biz Qirg'iziston Respublikasidagi Jalolobod va Suzoq shaharlaridagi opa-singillarimizning saxovati bilan uylari vayronaga aylangan va bombalangan chodirlarda hayot kechirib kelayotgan qochqinlikdagi aholilarga ularning chanqoqlarini bosish maqsadida 10 ta mashinada toza ichimlik suvi yetkazmoqdamiz. Bu esa G'azo xalqiga hayotiy ahamiyatga ega.